Bemorimiz asosiy kasalligi qon bosimini ko'tarish, ya'ni gipertoniya kasalligi bo'lmagan. Asosiy kasalligi qo'rquv, vahima hisobiga qon bosimi doimiy oshib, bir kunda 3 martadan tez yordam mashinasini chaqirib, 3 mahalda ukollar olib, doimiy ravishda qon bosimini tushiradigan dorilar bilan yurgan. Asosiy kasallik qolib ketgan. Demak, hamma shu qon bosimini ko'tarilgani hisobini olib, bu gipertoniya kasalligini davolashgan. Natija bo'lmagan eng asosiysi. Mana bizga kelib asosiy kasallik qo'rquv vahimalarligini bilib, qo'rquv vahimani yo'qotganligimiz sababli mana hozirda davleniyaga qarshi dorilar ichmaydi. 100% yolg'on bo'ladi, 90% yaxshi. Mana o'ziga qarab, o'ziga bo'lgan ishonchi oshib, bemalol mashinalarni minib, xursand bo'lib kelyapti. Demak, biz asosiy kasallikni topib olib, to'g'ri muolajalarda, to'g'ri davolash tadbirlarini qo'yadigan bo'lsak, har qanday dardlarga shifo topsa bo'ladi. Bu haqiqiy faktlar asosida olib borilayotgan ishlar.